bitta hodisa bo'ldi. O'zbek tarjimon bir o'zbek akani proyektini olgan, viloyatli akani proyektini olgan. Endi u viloyatli biz tadbirkor odam, puli bor, juda bir sodda odam. Ishlab chiqarish liniyasini Xitoydan olish kerak bo'lgan. O'sha liniyani Xitoydan olib, bu yoqqa olib kelib, o'rnatib ishga tushirgungacha tarjimonga o'sha paytda 19-yillar $20,000 beraman degan. Undan tashqari Xitoyga olib borib olib kelishim hammasi o'zim yonimdan deyilgan. Endi bitirgan student bola uchun $20,000 yaxshi. 20-25 yosa bo'lardi o'sha payt. U tadbirkor Xitoyga olib borgan, u tarjimon borgandan keyin $600,000 gami gaplashgan liniyani. Asli liniyani narxi $450,000 bo'lgan. O'rtada tarjimon $150,000 qo'yib yuborgan. $150,000 mani u paytda 19-yilda student bolada bumda u narxi yo'q-da. U summani men xayolimga keltirmaydigan summa bo'lgan. U student bola qanaqa qilib buncha summaga, ya'ni riskka borgan. 150,000 zavod tarjimonga beraman degan. Tarjimon ishni yuritgan, chunki endi baribir boshqa zavodlar ham bor, olishimiz kerak, olsa bo'ladi. Tarjimon aytgan, "Bo'ldi, men seni zavodingni o'tkazib beraman, bu klientga 150,000 menga berasan. 600,000 deysan, bo'ldi, gap yo'q, kelishgan. Ish bo'lgan, zavod ham bo'ldi, senga beraman" degan. Hamma narsa kelib bo'lgandan keyin, endi pullar hammasi o'tib bo'lgandan keyin zavod tarjimonga 150,000 bergisi kelmay qolgan. Katta pulda endi. Keyin tadbirkorga chiqqan, O'zbekistonda tadbirkorga chiqqan. Shunaqa sen tarjimoning, seni uxlatdi, shunaqa 50,000 ga uxlatgan seni. Shu 50,000 men senga bermoqchiman degan. Xitoylik. Ha. Xitoy ham xuddalik ham yaxshilik qilyapti. Strategiya qilganda. Ham yaxshilik qilyapti. Kamroq berib turib, ha. 150,000 bermaydi, bunga 50,000 beradi. Zato buni oldida ham xuddi ana bir halol odam deb o'zini nima qilib oladi tadbirkorning oldida. Endi keyingi proyektlarga 50,000 shunaqa degan. Sekin voy deb bu tadbirkor akamiz u tarjimonda sen bo'lmag'ur ekansan, sanki shuncha kelishuvdim bu asli urushib so'kib ustimdan 50,000 ham yeysanmi degan. Desa tarjimonga ham yetib kelganmi bu? Qanaqa 50,000 degan, 150,000 yeganman degan. So'rayman u zavodsiz aldayapti degan. Ya'ni tarjimon ham yana ochgan. Shu bilan endi o'rtada zavodga aytayapti 150,000 sen berishing kerak. Zavod aytadi, "Yo'q, men bunga 50,000 deganman" deyapti. U tarjimon ko'rsatib beradi. "Mana men zavod bilan peripsiya qilganman, gaplashganman, 150,000 beraman" degan. U ko'rsatyapti, bu o'rtada tadbirkorimiz turibdi, o'sha zavod endi 50,000 beraman, bundan ortiq bermayman deb aytayapti. O'sha payt nimadir bo'ldi, tadbirkor bizga chiqib qoldi. Ya'ni yordam bering deb chiqib qoldilar. Shu bilan borib zavod bilan переговор qilib, boshqa qilib, endi 100,000 ortidagi pulida 20,000, 30,000 olganmiz. Ko'p ololmaganmiz.